Ro'za tutaman deb Ramazon oyini kutayotgan musulmon dindoshim, albatta, ro'zaning boshlanish sanasi hozircha sizga noma'lum. Ro'za tutmoqchi bo'lsangiz, Ramazon sanasini anig'ini bilishni xohlasangiz, albatta videorolik ostiga bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib, videorolikni oxirigacha tomosha qilib, buni ro'za tutmoqchi bo'lgan dindoshingizga yuborib qo'yishni unutmang. Qirg'izistonda Ramazon oyi 19-fevralda boshlanadi. 2026-yilda Qirg'izistonda Ramazon oyi 19-fevral kuni boshlanadi. Bu haqda Samarqand shahrida bo'lib o'tgan qisqartirilgan TMOga a'zo davlatlar muftiyatlari huzuridagi fatvo kengashi qaror qabul qilgan. Qarorga ko'ra 18-fevral kuni kechqurun mamlakat hududidagi barcha masjidlarda taroveh namozi o'qiladi deyilgan xabarda.